Akalar, bu nima yopishtirib qo'ydi deb o'ylaysizlar g'ishtga? Usta aka, nimaga yopishtiryapsizlar bu shishani? Shopkada. Shopkami? Nima sababdan? Tepasiga yopishtirsa bo'lmaydimi o'zi? Oson bo'larkan, и удобный. Sinib ketmaganligi. Tikka shop mana shuni qo'yib ketaveradi. Qanaqa qilib yopishtiradi? Bitta ko'rsatib qo'ying, ko'p usta akalarimizga qiziq bo'lyapti. Akfix suyug'ini qo'yapsiz. Aha. Spreydan sepib qo'yapsiz. Ha? Bo'ldi. Mashq holatda yopishtirilyapti ekan. Bu yerga Turkmaniston qishlarini 05 dan berganmiz. Bu yerga ayni qo'yib urilyapti. Buni narxi 2000 so'mdan O'zbekiston bo'yicha yetkazib beramiz. Bu ayni qo'yishning sababi rastvor bilsanglar xunuk bo'ladi. Ayni qo'yib ursa, buni yodivisi bor, qorasi bor. Mana shu yodivisi quyoshda tovlanib turadi, o'zgacha chiqadi. Kimga shunday xizmatlar kerak bo'lsa, pastdagi nomerga murojaat qiling. Bizga obuna bo'lishni unutmang.